Assalomu alaykum. 4-sinf yosh iqtidorlar olimpiadasi misollarini ko'rib chiqamiz. Ismim Shahzod. Qaranglar. Birinchi misol amallar tartibiga rioya qilib hisoblangan. Birinchi qaysi amal bajariladi? Ko'paytirish. Keyin bo'lish. Mana shu yerda o'quvchilar qaranglar, ko'pchilik mana bunaqa bo'lib qolsa, misol uchun birinchi ko'paytirish bajariladi deb ketadi. Yo'q. Agar bo'lish va ko'paytirish qaysi oldin keladigan bo'lsa, o'sha birinchi bajariladi. Albatta bular qavsdan keyin. Endi hozir mana 48 ayrilgan, ko'paytirsam 30 bo'ladi. Qo'shilgan 4 ni 12 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsam 3. Ayiramiz 18, 3 ni qo'shadigan bo'lsam 21. Juda ham oson savollarda mana ketdi 21. Keyingisida mana shu tenglamani ko'pchilik bilmaydi. Nimaga desanglar, mana qaranglar. Juda ham oson lekin. 8 narigi tomonga nima bo'lib o'tadi? Qo'shish. Tasavvur qilinglar, mana bu joyda mana hech narsa yo'q. Tasavvur qilinglar. Mana bunaqa yozib o'rgataman sizlarga mana. Ayrilgan 8 barobar 37. Mana. Mana bu yerda son bo'lishi kerak. Nima qilamiz o'sha sonni topish uchun? Qaysi sondan 8 ayirsam 37 chiqadi. Buni topish uchun 8 ni 37 ga nima qilishimiz kerak bo'ladi? Qo'shamiz. 37 qo'shilgan 8 barobar necha bo'ladi? 45. Endi bu tenglama bo'lganligi uchun mana 5x turganda to'g'ri, mana shu joyda. Bu nechiga teng bo'ldi? 45 ga. X topadigan bo'lsam 45 ni 5 ga bo'lamiz. Javob necha chiqadi? X barobar 9. To'g'ridan to'g'ri ishlab ketsanglar ham bo'laveradi. Mana qanaqa bo'ladi? Tenglama ko'rinishi desanglar, men tushuntirish uchun yozdim hozir. 5x barobar 37 nima bo'ladi? Qo'shilgan 8. 5x barobar 45, x barobar 9 chiqadi javobi. Keyingi 3-chi. Kutubxonada 240 ta kitob bor edi. Ertalab 85 ta, tushdan keyin 96 ta kitob ijaraga berildi. So'ng yana 50 ta kitob keltirildi. Hozir kutubxonada nechta kitob bor? Masalani o'qiganimizda tartib bilan ishlashimiz kerak. Bir gap o'qidimmi, o'shani mulohaza qilib olishimiz kerak. Ya'ni o'shani o'ylab tushunib olishimiz kerak. 240 ta kitob bor edi, bo'ldi, yozdim. Ertalab 85 ta, tushdan keyin 96 ta ijaraga berildi. Demak, nima qilishim kerak? Ayirishim kerak. 240 dan ayiramiz 85 ni. 5, 13 dan mana bir qarz berdim. 13, 13 dan 8 ni ayiradigan bo'lsam, yana 5, bu 1 bo'lib qoldi. Keyingisi 155 ta bo'ldi-yu, 96 tasini yana bergan ekan. Yana ayirib tashlaymiz. 10, mana 5 dan qarz beraman. 15 dan 6 ni ayiradigan bo'lsam 9, 14 bo'lib qoldi. 14 dan 9 ayiradigan bo'lsam 5, 59 bo'ldi. Keyin esa yana nechta kitob keldi deydi? 50 ta kitob keldi deydi mana. Demak, javob 109 bo'ladi. Hozir kutubxonada nechta kitob bor ekan? 109 ta kitob bor ekan. 100 sonini 7 ga bo'lganda qoldiq nechaga teng bo'ladi? Mana 100 ni 7 ga bo'lish. 1 yetadimi? Yo'q. 10 dan ajratamiz, chunki 10 yetadi 7 ga. Ya'ni undan katta ichida bor. Necha marta bor? 1 marta. 7 ni ayiradigan bo'lsam 3 qoladi. 0 ni yoniga tushamiz. Endi shu yerda 0 ni tushgandan keyin ko'pchilik o'quvchi nechidan bersam ekan deb o'ylaydi. Xo'lay 3 ga ko'paytirib ko'ringlar. 21 bo'ladi. 30 dan 21 ni ayirsam 9. Mana shu yerda 7 dan katta son chiqib ketadigan bo'lsa, xato ishlagan bo'lamiz. Demak, qaysidan beramiz endi? 4 dan. 4 ni 7 ga ko'paytirsam 28. Ya'ni shu yerda 30 kelib qolganda 7 ni qaysi songa ko'paytirsam eng yaqin son chiqadi degan savolni berasizlar. 4. 28 bo'ladi, ayirsam 2 qolib qoldi. Javobi 2. Rasmda jami nechta kvadrat bor? Har xil o'lchamdagi barcha kvadratlarni sanang. Buni sanab chiqishimiz kerak. Hozir bitta sanaydigan bo'lsam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Katta bilan mana. Necha bo'ldi? 10 ta bo'ldi. Endi hozir qizil ruchkani olamizda. Ta bo'ldi, sanadik. Endi mana 11, mana shu kvadrat. Keyingisi 12, mana o'chiraman. Pastda mana 13. Keyingisi bu bilan 14 bo'ladi. Jami nechta kvadrat bor ekan? 14 ta. 3 ta sonning o'rta arifmetigi 20 ga teng. Ularning ikkitasi 15 va 22, 3-son toping. O'rta arifmetik degani 3 ta sonni qo'shib, misol qaranglar mana. 3 ta son berilgan bizga.
O'sha uchalasini qo'shib 3 ga bo'lishim kerak. O'sha o'rta arifmetik degani. 5 ta son berilgan bo'lsa, beshalasini qo'shib 5 ga bo'lsam, bu o'rta arifmetiki bo'ladi. Jami misollar yig'indisini topishimiz uchun 3 ni 20 ni 3 ga ko'paytiramiz, jami 60 bo'ladi. Ya'ni u uchala sonning yig'indisi nimaga teng ekan? 60 ga. Bittasi 15, bittasi 22 bo'lsa, uchinchisi nimaga teng bo'ladi? 15 ga 22 ni qo'shamiz. 37. Endi 37. Mana shu yerdagi sonni topish uchun 60 dan 37 ni ayiramiz. Barobar javobi 23 bo'ladi. Keyingi savol. Naqshdagi quyidagi sonni ma'lum qonuniyat bilan ortib boryapti. Savol belgisi o'rnida nechta nuqta bo'lishi kerak? 1, keyingisida 4, keyingisida 9, keyingisida 16 bo'lyapti. Qaranglar, 4 ga 4 bo'lyapti, 3 ga 3, 2 ga 2. Keyingisi albatta 5 ga 5 bo'ladi. 5 ga 5 bo'lsa, buni ko'paytiramiz. Jami nuqtalar sonini topishimiz uchun uning chekkalarida turgan nuqtalar sonini ko'paytirsam yetarli. 5 kara 5 25. Javob bo'ladi. Ko'paytmani hisoblang. 24 ko'paytirilgan 15. 5 ni 4 ga ko'paytiramiz. 20 ning 0,2 yodda. 5 ni 2 ga ko'paytirsam 10 yoddagi bilan 12. Endi 1 ni 4 ga ko'paytiramiz. 4, 2 ni 1 ga ko'paytiramiz 2. Qo'shilgan. 0, 6, 3. Javobi 360 bo'ladi. Keyingi 9-savolda to'g'ri to'rtburchakning tomonlari 8 va 3 cm. Rasmga qarang. Uning yuzasi necha santimetr kvadrat? Yuzani topishimiz uchun to'g'ri to'rtburchakda uning eniga bo'yni ko'paytirishimiz kerak. Perimetrni topishimiz uchun esa 2 ko'paytirilgan a qo'shilgan b bo'ladi. Endi 8 ga 3 ni nima qilishimiz kerak? Ko'paytirishimiz kerak. Shunda yuzasi barobar 3 ko'paytirilgan 8 barobar 24 santimetr kvadrat bo'ladi. Quyidagi sonlardan qaysi biri 3 ga ham 4 ga ham qoldiqsiz bo'linadi? 3 ga ham 4 ga ham bo'linadi. Misol uchun 18 ni ko'ramiz. Bu 3 ga bo'linadi, lekin 4 ga bo'linmaydi. 20 4 ga bo'linadi, 3 ga bo'linmaydi. 30 3 ga bo'linadi, 4 ga bo'linmaydi. 24 3 ga ham 4 ga ham bo'linadi. 40 sonining 4 dan 3 qismi nechaga teng? 40 ning 4 dan 3 qismi nimaga teng debdi. Buni topishimiz uchun 40 ni 4 ga bo'lamiz hamda 3 ga ko'paytiramiz. 40 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsam 10, 10 ni 3 ga ko'paytirsam 30 bo'ladi javob. Bitta ruchka 1200 so'm, bitta daftar 2500 so'm turadi. 3 ta ruchka va 2 ta daftar. 3 ta ruchka desa, ruchka necha so'm edi? 1200 so'm. 3 ga ko'paytiramiz, qo'shamiz. 2500 ni ko'paytiramiz nimaga? 2 ta, chunki 2 ta daftar degan. Endi ikkalasini ko'paytirib qo'shamiz. Ya'ni ko'paytirsam 3600 bo'ladi. Qo'shilgan. Mana bu yerda 2 ta 0 bor-ku, yozib olamiz. 25 ni 2 ga ko'paytiramiz 50. Bu oson usuli. Endi qo'shadigan bo'lsam 8600 so'm bo'lar ekan. C javobda. 13. Rasmda tomonlari ko'rsatilgan el shakl figura berilgan. Uning yuzi necha kvadrat santimetr? Ya'ni uning yuzini topishimiz uchun qaranglar. Mana bunaqa kesamiz. Qulay usuli. Endi bu 4 ga 2 bo'lgan to'g'ri to'rtburchak hosil bo'ldi. Bu tomoni ham 4 ga 2 bo'lgan to'g'ri to'rtburchak. Yuzini topish uchun 4 ga 2 ni ko'paytiramiz barobar 8. Buni yuzasi ham 8, buniki ham 8 bo'ladi. Endi nima qilamiz ikkalasini? 8 ga qo'shamiz 8 ni barobar 16 santimetr nima bo'ladi? Kvadrat. 14. Ko'pchilik o'quvchi shuni ishlamabdi. Poyezd stansiyadan 8:45 da jo'nab borar manziliga 12:20 da yetib bordi. Yo'lda qancha vaqt davom etdi? Ko'pchilik mana shu vaqt ayirishni bilmaydi. O'rgataman sizlarga, diqqat bilan kuzatib turinglar. 8:45. Ayiramiz. Endi mana shu yerda 20 dan 45 ni ayira olmaydi. Buning uchun bir qarz beramiz. Ya'ni bir qarz berganimiz 1 soat bo'ladi. Uni minutga o'tirishimiz kerak. 60 minut bo'lib qarz o'tadi. Ko'rdinglarmi? Yaxshilab e'tibor beringlar. Bundan 1 ni ayiradigan bo'lsam, bunga 60 qo'shiladi. Mana 60. Necha bo'ldi? 80 bo'ladi ikkalasini qo'shsam. 80 dan 45 ayiradigan bo'lsam necha chiqadi? 35. Endi 11 soat bo'lib qoldi, 12 soatimiz. 8 ni ayiradigan bo'lsam 11 dan 3. 3 soat u 35 daqiqa. Ha javobda turibdi. Qonuniyatni toping va qatorni davom ettiring. Necha qo'shildi? 3 qo'shildi. Keyin necha qo'shildi? 6. Keyinchi mana 2 ga ko'paytirgan bo'lsa 12 qo'shildi. Ya'ni 3 6 12 karrasiga boryapti. 2 ga ko'paytirib boryapmiz mana. Keyingisiga necha qo'shiladi? Shunda 24 qo'shilishi kerak. 24 qo'shadigan bo'lsam javobi 47 bo'ladi. Hozir Alining yoshi 12 da.
Otasi yoshi 40 ta. Necha yildan keyin otasi Alidan 3 marta katta bo'ladi? Qaranglar. Otani yoshi 40 bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 5 yildan keyin bo'lsa, unga 5 qo'shiladi. 10 yildan keyin bo'lsa 10 qo'shilishi kerak. Uni noma'lum bo'lganligi uchun x deb yozib turaman. Endi Alining yoshi 12 da-ku, to'g'rimi? 12 da. Unga 12 ni qo'shamiz. Yana unga ham nima qo'shiladi? X qo'shiladi. Chunki 5 yildan keyin otasi ham Ali ham 5 yoshga katta bo'ladi. 10 yildan keyin bo'lsa 10 yilga. Lekin mana shu yerda farzandidan necha 3 marta katta bo'ladi degan. Buni ishlashni o'rgataman. 40 qo'shilgan x barobar 36. Mana 3 ni 12 ga ko'paytiramiz 36. Qo'shilgan 3 ni x ga ko'paytiradigan bo'lsam 3x bo'ladi. Endi qaranglar, 36 40 ning yoniga o'tkazamiz. Ayirish bo'lib o'tadi. 36 ni ayiramiz barobar 3x, mana bu x esa bu tomonga ayirish bo'lib o'tadi. 4 bo'ladi, ayirsam 2x bo'ldi. 2 ni nechaga ko'paytirsam, mana bu yerda ko'paytirish bor, 2 chiqadi. Ya'ni 4 bo'lishi kerak. Bu yerda javob 2. Necha yildan keyin ekan? 2 yildan keyin ekan. Endi bu usul tushunmadi, murakkabroq ekan desanglar, oson usulni o'rgataman, qaranglar. Necha yildan keyin u 3 marta katta bo'ladi degan. A javobni ko'ramiz. 46 bo'ladi. 6 yildan keyin hisoblab ko'ramiz. 46. Bolasi esa necha yosh bo'ladi? 6 ni qo'shadigan bo'lsa 18. 3 marta kattami? Ya'ni 18 3 ga ko'paytirsam 46 chiqadimi? Yo'q, chiqmaydi. Keyingisi 3 ni qo'shamiz. 43 bo'ladi, narigisi 15 bo'ladi. 3 ga ko'paytirsam 43 chiqadimi? Yo'q. 4 ni qo'shib ko'ramiz. 4 ni qo'shadigan bo'lsam 44, 12 ga 4 qo'shadigan bo'lsa 16. 16 3 ga ko'paytirsam 44 chiqadimi? Yo'q. Keyingisi 2. 2 ni qo'shamiz 42 bo'ladi. 12 ga 2 ni qo'shaman necha? 14. 3 marta kattami? Ha, ya'ni 14 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsam 42 hosil bo'ladi. Keyingisi 2 xonali sonni toping. Uning raqamlar yig'indisi 12 ga, o'nliklar raqami birliklar raqamdan 2 marta katta. Raqamlar yig'indisi nimaga teng bo'lishi kerak ekan? 12 ga teng bo'lishi kerak ekan. Buni o'chirib tashlayman. Misol uchun qaranglar. Javoblardan kelib chiqsanglar ham bo'ladi. Eng oson usuli mana shu. 2 xonali sonni toping. Uning raqamlar yig'indisi 12 ga, o'nliklar raqami birliklar raqamidan. O'zi o'nlik birlik nima? Misol uchun istaydigan bo'lsa 5 3 53 soni. Birliklarda 3 turadi, o'nliklarda 5 mana. Birlar, o'nlar xonasi deyiladi. Bu yerda A javobni ko'radigan bo'lsam, mana 2 marta kattami? Ha. Birliklarda 4 turibdi, o'nliklarda 8. Qo'shsam 12 chiqadimi? Ha. Demak, javob A javob bo'lishi kerak. Keyingisi 1 2 3 4 raqamlardan foydalanib nechta har xil 3 xonali son tuzish mumkin? Buni qulay usulni o'rgataman sizlarga. 3 xonali son dedimi? 3 ta katakcha chizib olamiz. Agar raqamlar takrorlanmasin degan bo'lsa, mana bu yerda nechta son bor? 4 ta raqam bor, to'g'rimi? Birinchisiga 4 qo'yamiz. Endi bitta kamayib boradi. Keyingisiga 3 qo'yamiz, keyingisiga 2. Ko'paytiramiz. Javob necha chiqar ekan? 12 24. Yozib chiqadigan bo'lsanglar, mana 123, 124 va 24 tasini yozib chiqish kerak bo'ladi. U esa ko'proq vaqtimiz oladi. Mana shu eng qulay usuli. Keyingi 19-chi. 4 ta ishchi bitta devorni 6 kunda quradi. Xuddi shunday tezlikda ishlagan 3 ta ishchi shu devorni necha kunda quradi? 4 ta ishchi bitta devorni 6 kunda qursa, shunday tezlikda ishlagan 3 ta ishchi shu devorni necha kunda quradi? Masalaga e'tibor beringlar. Bu yerda 6 ga 4 ni ko'paytirishimiz kerak, ya'ni 24 bo'ladi. Keyin uni 3 ga bo'lamiz, javob 8 chiqadi. Ya'ni necha kunda bo'ladi? 8 kunda tugatishadi. Keyingi misol. 20-chi. Sehrli kvadratda har bir qator ustun va diagonal bo'yicha sonlar yig'indisi bir xil. Ustun deganimiz mana. Mana shu ustun bo'ladi. Diagonal bo'lsa mana bo'ladi mana. Tushundinglar? Ustun va diagonalning farqi. Sehrli kvadratda har bir qator ustun va diagonal bo'yicha sonlar yig'indisi bir xil. Diagonal bo'yicha qo'shamiz. Necha chiqadi? 4, 5, 9, 6 ni qo'shadigan bo'lsam 15. Bu tomonga ham necha chiqib turibdi? 15. Endi bu yerda 15 hosil bo'lishi uchun 4 ga 9 ni qo'shamiz, 13. 15 dan 13 ni ayiramiz, javob 2. Ya'ni so'roq o'rnida 2 turadi. Qaranglar, bu tomonga qo'shsam ham mana javobi 15 bo'ladi.
Prezident maktablariga tayyorgarlik guruhim, ya'ni avgust oyidan boshlanadi. Al-Xorazmiy o'quv markazida kurs o'tamiz va bu o'quvchilar test sinovi orqali bilimi tekshirib olinadi. Ya'ni maqsadim shu To'rtko'l tumani bo'yicha eng zo'r 30 ta o'quvchini bitta guruh qilib, ularni 100% lik natija ko'rsatishga tayyorlash. Bu guruh qanaqa bo'ladi degan bo'lsanglar, o'sha 30 ta o'quvchi saralab olinadi va ular har oyda yana bitta saralanib boriladi. Agar mana shu oyda 60 yoki 70% dan o'zlashtirishi past bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'quvchining bir oy o'tilgani u dasturni qayta takrorlashiga to'g'ri keladi va u guruhdan chiqadida boshqa guruhga tushadi. Ya'ni birinchi guruh bo'ladigan bo'lsa, eng asosiy u ikkinchi guruhga, ya'ni pastroq guruhga tushadi. Agar undan ham yiqiladigan bo'lsa, sekin u o'quvchi bilan xayrlashishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Ya'ni maqsad sizlarni to'lab turgan pulinglarni 100% oqlash, farzandinglar nimadir o'rganib ketishi va zo'r natijaga erishishi. Misol uchun o'sha 30 ta o'quvchi tayyorgarlik ko'rsa, 30 ta o'quvchi ham 100% natija ko'rsatish. Hamma kira oladimi deydigan bo'lsa, yo'q, hamma kira olmaydi. Chunki Prezident maktabiga raqobat juda ham kuchli, Al-Xorazmiyga ham shunaqa va ixtisoslashgan maktabga ham shunday. Lekin 1 yil davomida kuchli tayyorgarlik ko'rsa farzandingiz, natijaga erishsa bo'ladi. Qachonki agar u iqtidorli bo'lsa, o'rgatgan narsani bittada qabul qiladigan o'quvchilar bo'ladi, ya'ni iqtidorli o'quvchilar bo'ladi. O'shanaqa o'quvchi bo'lsa, Prezident maktabiga harakat qilsa bo'ladi. Yo'q, bittada tushunmaydi, ikkita, uchtada tushunadi degan o'quvchilarni sekin ixtisos maktabga yo'naltirsak bo'ladi. Chunki Prezident maktabiga kirish Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha 24 ta o'quvchi qabul qiladi. Bu raqobat juda ham kuchli. O'quvching kirganmi deydigan bo'lsanglar, o'tgan yili 2 ta o'quvchimiz kirdi Prezident maktabiga To'rtko'l tumanidan. Bu yil kutilyapti, xudo xolasa endi chiqadi Prezident maktab natijasi. Chiqib qolsa, xudo xolasa bu yil ham natija qilamiz. Keyingi yil oldingi yillardan ham ko'proq natija qilish niyatimiz bor. Ya'ni 2027-yilda xudo xohlasa o'shaning uchun eng kuchli o'quvchilarni bitta guruhga qilib, ularni maxsus kursda tayyorgarlik ko'rsatmoqchimiz. Agar kurslar qiziq bo'ladigan bo'lsa, testda qatnashgan, yaxshi ball to'plagan bo'lsa, mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joyingizni band qilishingiz mumkin. Avgust oyidan boshlanadi, ya'ni ertaga bugun video joylanadigan bo'lsa, ertaga ikkinchi kun bo'ladi. O'sha ikkinchi kun soat 8:30 da darslarimiz boshlaydi. O'quvchilar o'sha saralanib test asosida qabul qilinadi. Mana shu raqamga bog'lanib qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Endi ingliz tili test tahlili bo'ladi. Good day everyone. Assalomu alaykum hammaga. Bugun hozir sizlar bilan Al-Xorazmiy o'quv markazimizda o'tkazilgan Yosh iqtidorlar olimpiadasining 4-sinflar uchun mo'ljallangan testining 21-savoldan 40-savolgacha bo'lgan qismini, ya'ni ingliz tili bo'limini testlarini tahlil etib chiqamiz. Xo'sh, boshladik. 21-savol. Hello, I John. Nice to meet you. Bu yerda bizlar to be ni so'rab turibdi, hozirgi zamondagi shaklini. Ya'ni emizardan bilamizki I, ya'ni I subjekti bilan emizardan faqatgina am ishlatiladi hozirgi zamonda va to'g'ri javob o'z-o'zidan a javob bo'ladi. Hello, I am John. Nice to meet you. Salom, men Johnman. Tanishganimdan xursandman. 22-savolda where you from? Bu bilasizlar, ko'pchilik biladi. Qayerdansan degan savol bu va bu yerda ko'rtursizlar you, ya'ni you tubisi bilan har doim are ishlatiladi va to'g'ri javob s bo'ladi. Where are you from? Sen qayerdansan? O'tamiz 23-savol. This is apple and that is book. Bu yerda bizlar article qo'yishimizni so'rab turibdi. Bu yerda ko'rtursizlar apple so'zi a, ya'ni vowel letter, ya'ni unli harf bilan boshlanganligi uchun bu yerda apple so'zidan oldin an article ishlatiladi. Undan keyin book so'zi b, ya'ni consonant letter, ya'ni undosh harf bilan boshlanganligi sababli uni oldidan a article ishlatiladi. Demak, bizlar shu ketma-ketlikdagi javob kerak. N a va bu b javobda turibdi. To'g'ri javobimiz b. This is an apple and that is a book. Bu olma va u kitob. O'tamiz 24-savol. Look at cars over there. They look expensive. Bu yerda bizlardan demonstrative pronoun, ya'ni ko'rsatish almashini so'rab turibdi. Ko'rsatish almashini biz bilamiz, yaqin uzoqligi va birlik ko'pligini qarab ajratamiz 4 tani ko'rsatish almashini va bu yerda over there degan narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Over there degani mana bu yerda degani. Demak, uzoq ekan, uzoq haqida gap ketib turibdi va bu yerda o'z-o'zidan this bilan this chiqib ketadi. Chunki bu ikkisi ham yaqin masofaga nisbatan ishlatiladi. That bilan those qoldi. Endi bilamiz that birlikda, those ko'plikda.
va bu yerda e'tibor etsak cars so'zi turibdi. Cars ya'ni mashinalar ko'plikda. Demak, bu yerda to'g'ri javob o'z-o'zidan D bo'ladi. Look at those cars, they look expensive. Mana bu mashinalarga qarab, ular qimmat ko'rinar ekan dedi. Mashinalar bo'lgani uchun those bo'ldi. To'g'ri javob. 25-savolda she like coffee, she prefers tea. U kofeni nimadir qiladi yoki nimadir qilmaydi. U choyni afzal ko'radi. Demak, kofeni yoqtirmaydi degan narsa kerak bizlarga. Bu yerda tezkor chiqarib tashlashimiz kerak bo'lgan narsalar, birinchisi don't chiqib ketadi, chunki she bilan don't ishlatilmaydi. Aren't chiqib ketadi, chunki she bilan aren't hech qachon ishlatilmaydi. O'ylanishimiz mumkin bo'lgan narsa ikki dona javob qoldi. B bilan bu yerda B bilan S javob qoldi. Endi bu yerda S chiqib ketadi. Sababi she isn't like, ya'ni subject plus emizar plus verb 1 degan struktura yo'q present simple'da. Subject plus don't, doesn't plus verb 1 bo'lishi kerak. Ya'ni to'g'ri javob B bo'ladi. Isn't bo'lmaydi. Isn't bo'lish uchun anaqa verb ing bo'lishi kerak. 26-savol. Brother works at local bank. Akasi lokal, ya'ni mahalliy bankda ishlaydi. Kimningdir ning qo'shimchasini oladigan egalik olmoshi kerak bizlar bu yerda. Positive determiner kerak, ya'ni mening, sening, uning degan. Bu yerda avtomatik she chiqib ketadi. B javob u akasi deb bo'lmaydi. D javob chiqib ketadi. Uni unga degan. D javob him degan. Unga akasi deb bo'lmaydi. Hers chiqib ketadi, chunki hers uniki degan. Uniki akasi deb bo'lmaydi. Uning akasi desak bo'ladi. Her brother. Tamam. 27-savolda we usually go to park Sundays. Ya'ni biz odatda parkka boramiz yakshanba kunlari. Bilamizki, bu preposition of time, ya'ni hafta kunlaridan oldin har doim on predlogi ishlatiladi va to'g'ri javob C. O'tamiz 28-savol. Books are on the teacher's desk. So'roq gap ekan buni e'tibor beramiz. Izinda so'roq belgisi bor. Demak, how much, how manydan ikkalasidan bittasi bo'lishi kerak, chunki how long vaqtlarga nisbatan ishlatiladi. How far bo'lsa masofaga nisbatan ishlatiladi. Bizda how much bilan how many bor. Booksga qarasak, ko'plikda sanaladigan so'z va sanaladigan so'zlar bilan how many so'roq so'zi ishlatiladi. How much bo'lsa sanalmaydigan so'zlar otlar bilan ishlatiladi. How many books are on the teacher's books? Ustozning stolida nechta kitob? 29-savolga qarang. Be quiet please. Iltimos, jim bo'ling. The baby right now. Right now'dan kelib chiqib, buni present continuous deb olamiz va present continuous faqatgina bu javobda bor. Iltimos, jim bo'ling, chaqaloq uxlayapti. 30-savol. Where you go for your summer holiday last year? Bir e'tibor etishimiz kerak bo'lgan narsa last year so'zi. Bu o'tgan zamonni ifodalovchi signal so'zi, ya'ni past simple. Xo'sh, past simple yordamchi beri did bilan was aslında, lekin bu yerda was ishlatilmaydi, chunki was past continuousda ishlatiladi. Bu yerda past simple bo'lib turibdi, ya'ni go bor. Shuning uchun bizda to'g'ri javob B bo'ladi. Where did you go for your summer holiday last year? Do bilan are avtomatik chiqib ketadi, chunki ular present simpleda ishlatiladi. 31-savol. I have very interesting movie yesterday evening. Yesterday eveningga e'tibor beramiz. Kecha tunda men qiziqarli film tomosha qildim degan gap kerak bizda. Bu yerda variantlarning ichidan o'tgan zamonni qidiramiz. A chiqib ketadi present simple, S chiqib ketadi continuous ing qo'shilgan, dam chiqib ketadi continuous ing qo'shilgan va to'g'ri javob B bo'ladi. Watched, chunki watch so'zini edi, ya'ni o'tgan zamonni ifodalovchi qo'shimcha qo'shildi. 32. An elephant is than a horse. 32-savolda bu yerda than so'zidan kelib chiqib aytamizki, bu solishtirma darajadagi sifat kerak bizga. A javobdan chiqib ketamiz oddiy daraja, S javobdan chiqib ketamiz orttirma daraja, D javobdan chiqib ketamiz more big. More so'zi faqatgina 3 va undan ko'p bo'g'inli sifatlar bilan ishlatiladi. 3 plus bo'g'inli. Big so'zimiz esa bir bo'g'indan iborat va unga solishtirma darajani yasash uchun shunchaki er qo'shimchasi qo'shiladi. Bigger bo'ladi. To'g'ri javob B. An elephant is bigger than a horse. Fil otga qaraganda kattaroq. 30-savol. This is the. Bu yerda ikki narsaga e'tibor beramiz. Birinchisi in, chunki sifatning orttirma darajasi qatnashgan gapda ko'pincha oxirida in yoki of ishlatiladi. Birinchi qoida. Ikkinchi qoida z ga e'tibor beramiz. Sifatning orttirma darajasi oldin z artikl ishlatiladi. Bu yerda chiqib ketishimiz kerak bo'lgan javoblar. B more beautiful chiqib ketadi, chunki more beautiful solishtirma daraja. S javob chiqib ketadi, chunki pozitiv, ya'ni oddiy daraja.
da javob chiqib ketadi. Chunki beautiful so'zi 3 o'ndan ko'p bog'liq so'z va unga est qo'shimchasi qo'shilmaydi. U most bilan aytiladi. This is the most beautiful city in our country. Bu mamlakatimizdagi eng chiroyli shahardir. To'g'ri javob bu yerda A bo'ladi. Xo'sh, 34-savol. Look at those dark clouds. Ana qora bulutlarga qarang. It rains soon. Tez orada yomg'ir yog'moqchi. Moqchi degan narsa kerak bizga, ya'ni yaqin kelajakda sodir bo'ladigan va ish harakat amalga oshishi aniqroq bo'lgan holatlarda be going to ishlatiladi degan qoidamiz bor edi. To'g'ri javob B bo'ladi. Look at those dark clouds. It is going to rain soon. Tez orada yomg'ir yog'moqchi. 35-da you turn off your mobile phone during the exam. It is strict rule. Xo'sh, imtihon davomida sen telefoningni o'chirib qo'yishing kerak yoki kerak emasmi? Nodir diyecek bu yerda. Chunki bu jiddiy qoida. Demak, bundan kelib chiqib aytamizki, o'chirib qo'yishing kerak diyecek. Bizlar kerak so'zini ifodalovchi so'z B chiqib ketadi, chunki B kerak emas, can qila olmoqdan. S chiqib ketadi, S would kerak deganimiz. Should kerak degan ma'nosi bor, lekin u tusiz ishlatiladi. Shundagina kerak bo'ladi maslahat berganda. Shuning uchun bu yerda to ham bor, should to degan narsa umuman ingliz tilida mavjud emas. Shuning uchun javob ham chiqib ketadi va to'g'ri javob A bo'ladi. Biror narsani qilish kerak degan ma'noda eng kuchli ma'noga ega modal fe'l bu must. Qilish kerak, qilmasa oqibati yomon bo'lishi mumkin degan ma'noda to'g'ri javob A bo'ladi. 36-savol. Have you ever ko'rinib turibdiki, bu present perfect. Va present perfectda bizlara har doim verb 3 kerak bo'ladi. Hattoki to be ham 3-shakli kerak bo'ladi. Imzar, was were, been kerak bo'ladi bizlara. Have you ever been? Ina bizda verb 3 faqat S javobda bor. A javobdagi be present simple, was past simple, went past simple, faqatgina S javob beenimiz verb 3. Have you ever been to London? Sen qachondir Londonda bo'lganmisan dedi. Xo'sh, endi 37-38-savollarning javobi ina bu matnimizdan chiqadi. Bu yerda matn berilgan. Matnli test ishlaganda asosiy qoida matnni o'qimaslik kerak. Birinchi javob faqatgina uning sarlavhasini qaraymiz. My friend Tom, mening do'stim Tom ekan. Bo'ldi. Matnni o'qib o'tirsak, vaqtdan yuturib qo'yamiz har doim. Hamma imtihonlarda u Sefer, IELTS bo'lsin, boshqa bo'lsin. Bu matnli testlar bo'yicha men Sefer darslarimda, to'garakimda bu narsalarni chuqurlashtirib o'tib yuribman hozirgi vaqtda. Readingga kiradi endi bu matn testlar. Reading, listening, writing, speaking darslarim 1-3-5-yillar, oxirgi 8-larimdagi darsim Sefer guruhimda qabul bo'lib turibdi haligacha. Shu to'garakimga yozsanglar, bular haqida yana qo'shimcha ma'lumotlar olishingiz mumkin. Reading testdan ishlash bo'yicha keylarni, strategiyalarni o'rganishinglar bo'ladi. Xo'sh, salohani ko'rdik. Mening do'stim Tom ekan. Bo'ldi, savolga o'tamiz. Savol: How does Tom go to university? Ya'ni Tom universitetga qanday qilib boradi dedi. Variantlarga qaraymiz. A javob mashinada, B javob avtobusda, C javob piyoda, D javob metro shunga o'xshagan narsada dedi. Xo'sh, endi matnni dimom o'qib o'tirmang, look through aytishni o'rganish kerak. Ya'ni look through degani qarab turib, so'zma-so'z o'qimang, ko'z yugurtirib, kerakli ma'lumotni qidirish. Bizlarga transport haqidagi ma'lumot kerak bu yerda. Xo'sh, qaraymiz. Tom is my friend, he's 20 years old and he's university student. Tom lives in a small apartment in Tashkent with his brother. Every morning he gets up at 8 o'clock and has breakfast. He loves coffee and bread with butter. Tom goes to university by bus. University by bus. Demak, to'g'ri javob by bus ekan. Tom universitetga avtobusda boradi, chunki unda hali mashina yo'q. Keyingi savolga yuzlanamiz. What does Tom do in the evening? Bizda keywordlarni tenglashtirishimiz kerak. Birinchisi Tom, ikkinchisi in the evening. Tom tunda nima qilishi haqida. Xo'sh, matnga yana yuzlanamiz. In the evening. Yana topdik. Tunda he plays. He deganda Tom nazarda tutildi. He plays football with his friends. Futbol degan javobni qidiramiz. Variantdan to'g'ri javob C. U do'stlari bilan futbol o'ynagan. Bo'ldi. O'tib ketdik yana. Keyingisi yana ikki dona savol boshqa matn. Salohga qaraymiz. Trip to Samarkand. Samarqandga sayohat. Bo'ldi. Matnni o'qiymiz, savolga yuzlanamiz. How did Malika and her family travel to Samarkand? Malika va uning oilasi Samarqandga qanday qilib bordi? Avtobus, samolyot, tezyurar poyezd va taksi. Qaraymiz. Last weekend Malika and her family in Samarkand they traveled high speed train. Yana berilib turibdi, e'tibor bergan bo'lsanglar. High speed train.
Khalid Afrosiyab deb nomlangan tezyurar poyezdda ketishdi deydi. Yine doğru cevap B verdi. Keyingi savol. What are they planning to do next year? Ular keyingi yil nima qilishni rejalashtirishyapti? Keyingi yilda nima qilishni rejalashtiryapti? Ketamiz bizlara keyword berdi next year plan. Qidiramiz matnning ichidan. They took many photos and ate delicious traditional pulao for lunch next year yine. Keyworddan next year topdik. They are planning to visit Bukhara. Demak, ular Buxoroga tashrif buyurishni rejalashtiryapti ekan. Demak, to'g'ri javob A bo'ladi bu yerda. Xo'sh, bo'ldi. Bugungi olimpiadamizdagi 20 ta ingliz tilidagi savolni tahlili shu. Xo'sh, men Umidjon Hakimov Al-Xorazm o'quv markazida ingliz tili fani o'qituvchisiman. Bu yerda menda har xil darajadagi, har xil guruhlar bor. Masalan, Sefir guruhi bor, beginner guruhi bor, elementary guruhi bor va hattoki davlat ishida ishlaydigan davlat xodimlari uchun ham speaking, ya'ni gapirish kurslari bor. Bu kurslarning hammasi 1-3-5 kunlar ertalabdan kechgacha bo'lib o'tadi. Hamma guruhlarga qabul ochiq, xohlagan guruhlaringizga yozsangiz bo'ladi. Xo'sh, telefon nomer 93 712 01 40. Xohlasangiz shu nomerda Telegram ham bor, WhatsApp ham bor, telefon ham bo'ladi, Telegramdan yozsangiz ham bo'ladi. Ismim Umidjon. Umidjon teacher. Hammaga e'tiboringiz uchun rahmat. Thank you for your attention. See you next Olympiads, next exams. Take care.